Dedi zo'rida mana qidirib yuribsiz aka, siz bopini topib qo'ydim. Tiniq holatda hozir afishkalarni ko'rib mazasi qochadi. Tiniq holatda 2011 4 yumshoq yangi baloni. Yurgani ham zo'rida mashina 2011 300 mingga yaqinlashib qoldi probeg afishkalar qilganini qarang. Polniyaga yumshoq qilib matida chiqdi. Polnisi hammasi. Orqa afishkalari ham shunaqa, xuddi to'ralashida ham shunaqa chiqibdi aka. Moslab. Bu qarang, onamizni solib yursak ham maza qilib. Tiniq holat aka, bittadan like bosib qo'yasiz endi hech bo'lmasa. Balkim sizga nasib qilib qolar aka, olarsiz. Yapib, bagaj hamma yo'q joyida. Tana egasini o'zidan qiziqarli joyi uka deyapti. Tekstilni mashinasi deyapti. Generalni yozib beraman deyapti. Yaxshi inson bo'lsa deyapti. Shaharning mashinasi. 100 ta metani zapaskalar o'rnida balon qoraytiradigan bonus. Chunki olmagan. Kraskasi yamada ishlanganiga sepilgani bor ekan. Udari yo'q deyapti. Old orqa pechat yaxshi, motor yog' yemaydi, 100 gramm deyapti. Tiniq holatida 1.8 motori, gidravlik ABS, konditsioner, gazi bor, ikkinchi pokoleniya pulti bor. Motor umuman 1 gramm yog' yemaydi, tiniq holatida deyapti. Narxiga keladigan bo'lsak, 2011 tiniq, narxi $5800. Yana bir qator kelishasizlar o'zlaring, dehqonni o'zidan. Pul zarb bo'lgan xonani sotyapman, o'zim mingan mashinani deyapti. Like bosib obuna bo'lib qo'ying, san chiqmasin.